Salom hammaga jigarlarim. Bugun sizlarga topli demirlarning joystick upravleniyasini sirini ochaman. Bu videoyim sizlarga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun like va podpiska tugmasini ayamaylik. Hop, birinchi ko'rib oladigan narsamiz joystickning to'g'ri nastroykasi. Men nastroykamdan ko'rishingiz mumkin. Joystickning kattaligi menda 166 chunki o'rtacha. Rejok keyin joystick oltda chunki men yugurishimga xalaqit bermaydi. Shuning uchun qo'yib qo'yaman. Sizlarga bilmadim qanday yaxshi. Eng asosiysiga keladigan bo'lsak, bu joystickning tezligi. Joystickning tezligi 60 turishi kerak. Ko'pchilik demirlar sizlardan yashiradi, 80 ko'rsatadi. Bu o'qni sochib yuboradi. 60 qo'yib o'ynaydi. Sizlarga maslahatim normal o'qib boradi, zalyutga kuchaytirib beradi. Keyin oz ko'rsataman. 80 ga qo'ysanglar qanaqa tez, 60 ga qo'ysanglar qanaqa yaxshi. Ko'rishingiz mumkin bo'ldi. Men 60 ga qo'yib, joystickni o'ynatib ko'rsatyapman. Qanaqa zalyutga ta'siri bor. Mana o'qni sochib olmasdan jo'natadi. Endi men 80 ga qo'yaman. 80 da qanaqa sochilib ketadi, tez yuradi. Men ko'rib olishingiz mumkin. Arujga yoqa otilib ketadi. Shuning uchun 60 ga qo'yib o'ynasanglar yaxshi o'qit beradi, zalyut ham beradi. Videoni shu joygacha ko'rganlarga rahmat. Obuna va like tugmasini esdan chiqarmang. Bunaqa kontentlar hali ko'p olib boramiz.